Xayolimda hozir repetitsiya qilayotganga o'xshadilaring. O'lay agar umuman bir-biringlarda nima deydi? Partnyor bir-biriga chuvstva bo'lmadi. Men shuni ko'rmadim. Qizda men ko'rmadim ko'proq. Hech narsani ko'rmadim. Shu sahnagacha kelishga rozi bo'lishgan bo'lsa, значит qo'shiqchilikka da'vogarlik bor. Masalan, men kimdir model qilib chaqirsa, men modellikka bormayman. Agar meni qo'limdan kelmasa-da yoki traktor haydashga chaqirsa, men uni qila olmayman, значит men yerga bormayman. Bular bu yerda turishibdimiz, значит biz bularni qo'shig'iga fikr bildiramiz. Dilimiy sahnada rostdan erkin ishladi. Agar duet bo'lmaganda, o'zi bu qo'shiqni juda ham chiroyli qilib ijro etib qo'ygan bo'lardi. Chunki bilinib turibdi hamma narsada. Bu qizni ovoz burunda, qatlaridadir вообще уже tozalangani bilinib yotibdi. Menga masalan umuman yoqmadi bu nomer. Masalan, plastika dilimiy o'ynayapti. Bu qiz men modelman deb. Ko'proq meni chiroyimni tomosha qilinglar deyishga chiqqanda edi sahnaga, tushunasizmi? Chiroylisiz rostdan. Başka gap so'z yo'q. No, hozircha qo'shiqchi emassiz.